Zo'r narxda sotiladigan furalarni chiqarishda davom etamiz. Videoni o'tkazavermasdan oxirigacha ko'rsangiz narxini oxirida aytib o'taman. Bunaqa narx faqatgina Fura bozor kanalida bo'ladi akalar. 2010-yilda ishlab chiqarilgan DAF XF 105 460 TL Wilton Persep bilan komplekt holatda sotiladi. Persep yili 2005-yilda ishlab chiqarilgan. Holatlari a'lo darajada. Buni hech qanaqa qilinadigan ishlar yo'q. Egalari o'zlari menish uchun tayyor holatga keltirib qo'ygan ekanlar. Hozir endi Germaniyaga srochniy ketadigan bo'lib qolibdilar. Shuning uchun akalar sotilyapti. Baklari bir tomonda 1 tonnalik, bir tomonda 500 TL bak bilan jihozlangan. Hadovoylari polniy qilingan, perseptik ham, tegachik ham qilib qo'yilgan. Yog'largacha almashtirib qo'yilgan, filtrlarigacha, amortizator ham yangi qo'yilgan. Keyin buni 1 yillik litsenziyalarigacha bor, xullas olasiz, ishga chiqaraveradigan holatda. Balonlari ham hammasi yangi. Bitta shu persepni ikkita balonni almashtirsangiz bo'lgani. Persepni mana moslarni ko'rsangiz bo'ladi. Mers mosda lenta akalari ham bor. Persepni mana ichki holatlarini ko'ringlar, chiroyli holatda turibdi. Pollari, tentlari ham zo'r holatda, taxtalari hammasi joyida turibdi. Usilinni qilingan. Mana salonning ichki holatlarini ko'ringlar. Har doimgidek 2 talik spalni, 8 talik mexanik korobkada, lekin buni yurgan masofasini bitta ko'rsanglar, 1 million kilometr masofani bosib o'tgan. Bu yil uchun zo'r probeg bo'ladi akalar. Tahograf ratsiyalari ham bor. Endi Fura narxini eshitdinglar, narxi 31960 $. Yana o'tib beriladi. Aynan Fura bozor kanali obunachilar uchun. Shuning uchun agar bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bizga obuna bo'lib qo'ying. Hali bunaqa narxdagi Furalar hali oldinda akalar. Agar narx-navo haqida kommentariyada qimmat deydiganlar bo'lsa, narx-navosini ham sizlarga tushunib solishtirib ham beraman akalar. Yaqinda sotildi. Uni ham o'zimiz sotganmiz. 35000 AQSh $ga baraka bo'ldi. Uni yili 2009-yil edi. Keyin u past kabin edi. Probegi 1 million 400 ming kilometr masofadan oshgandi. Buni probegi 1 million kilometr masofani bosib o'tganda. Persepni yili uniki 2008-yil edi. Yana bir marta sizlar uchun solishtirib beraman. Hali bir oy ham bo'lgani yo'q. Uni ham o'zimiz sotganmiz. 30 ming AQSh $ga baraka bo'lgandi. Bu ham DAF XF 105 460 TL edi. U lekin past kabin edi. Yili 2008-yil galava, Persepni yili 2006-yil edi. Keyin uni yurgan masofasi 1 million 700 ming kilometr masofani bosib o'tgandi. Shu ham 30 ming AQSh $ga 2 kun ichida baraka bo'lib ketgandi. Endi aniq aytishim mumkinki, buni olgan odam haqiqatda zo'r narx olishi mumkin. Videoga like bosib, eng yaqin Fura ishlanishlarga jo'natib qo'ysanglar, hamma uchun manfaatli bo'ladi. Siz sababchi bo'lib, mana shu Furani zo'r narxda olishi mumkin. Hammaga rahmat.